Xo'p, bugungi bemorimiz menga oldin 1 yil oldin boshlab kelishni boshlagansizlar, sudorgalari bilan. 2 yil oldi. 2 yil bo'ldi. Xo'p, bemorda hozir simptomatik epilepsiya degani boshdagi o'zgarish. Bolani boshida MRT ko'rsatganda anomaliya развития головного mozga bu o'sha yo homiladorlik og'ir o'tganmi yoki nimadir bo'lganmi bolani o'zida bitta qismida mana bu anomaliyasi bor bolani. O'shani hisobidan bolaga xuruj berishni boshlagan. Xo'p, hozir qarang. Qimmat dori qilganimiz yo'q, qimmat kapelnasi yozmaymiz. Xo'p, hozir bola qancha muddatdan 5-6 oydan beri umuman xuruj bo'lmayapti. Xurujlar soni keskin pasaydimi o'zingiz? Pasaydi, juda ham yaxshi og'riq. Katta xuruj bo'lmayapti. Qarang opa, hozir tak yozgan dorimni qiyin emas, 60-70 ming turadigan dori. Xo'p, birinchi kelganlaringda opa men eslayman, shu Sebazon degan qaysidir vrach bergan sizga Sebazonni. Sebazonni o'zi qanaqa ishlatiladi? Sebazon bu xurujlarni o'tkir payti, ya'ni bu xuruj payti xurujni kamaytirish uchun ko'pincha epistasis bo'lgan paytda beriladi. Sebazon bu kasallikni davolamaydi Sebazon. Xurujni faqat yo'qotishi mumkin. Sebazon yomon tarafi bor. 40 kundan keyin 30 kundan keyin ko'p bersangiz bolangiz o'rganib qoladi keyin. O'rganib qolgan edi ham. Как narkomanga o'xshab qoladi bola. Akasi bor, shu telefonga kirib, sizda anaqa qilib keldim. Allohga ming qatla shukr, Sebazonni chiqarib yubordiz. Men sizga olib kelgan paytim bilasizmi, o'g'lim gapira olmaychi edi. Umuman gapira olmaychi edi. Bisasanga kelib, men buni shunday olib kelganman qo'lidan anaqa. Hozir qarang, bu Allohning mo'jizasi. Odatda men MRTni oldin ko'rganman. Hozir bugun olib kelmamiz, ko'rsata olmayman MRTni. Odatda mana shu boshdagi o'zgarish bilan bola nogiron bo'lib qolishi kerak. Lekin Allohning bir yaxshi, bir yomon tomoni bor. Bolangizda u tomoni yo'q, nogironlik yo'q. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin o'g'lim bilasizmi, nogiron deb anaqa qiluvdida hamma. Xo'p. Hozir mana mahalla ishlayapti, shunday ko'rsangiz, onglari shunday anaqa bo'lib ketdi. Dunyo qarashi, gaplari. Mana hokimni onlayn bilan gaplashadi biladi. O'shalar bilan biz ham mana buni oylik kerak emas bolamizni. Faqat bolamiz shu kirsin odamlar ichiga, o'rgansin, uyga o'tirib ongsiz bo'lib qolmasin dedik. Allohga shukr, mana 2 yildan beri o'g'lim mahalla ishlayapti. Oylik olmasa ham balam ancha o'zgardi. Xo'p. Shundan xursandman, lekin sizga men rahmat. Xo'p, rahmat. Avvalom bir shifoni Alloh beradi, bandasini bilimi tufayli yaxshi bo'lib qolmaydi. Alloh qaysi tarafdan yuqtirgan bo'lsa, shifosini ham dardini o'zi berdimi, shifosini o'zi beradi. Xudo xolasa yaxshi mashina o'zgarish bo'lsa, bolangizni uylantirib qo'yasiz, hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p.